Hammaga assalomu alaykum. Mana O'zbekistonda bitta bo'lgan, yagona bo'lgan BYD so'ng chempionimiz 25-26 restylingi o'zgartirilgan joylarini hozir qisqacha ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana o'sha mashinamiz. Mana bu yog'iga kameralar qo'shilgan. Keyin oldidagi kamerasi 4 ta bo'lgan. Kamera qo'shilgan bu yog'iga ham. Rullarimiz o'zgargan. Rullarga o'zgartirish kiritilgan. Keyin tablosi ozgina o'zgargan deb o'ylayman. Tablosi ozgina o'zgartirish kiritilgan. Keyin men ozgina chustit qildim ruli. Yanada yumshoqlashtirilgan menimcha ruli. Tak. Boshqa o'zgarishlar yo'q.